Bir xonali uyi puliga 2 xonali g'ishli domla, yana balkoni 2 ga 6 bo'lsa, qaranglar. Bu spalni xonani ko'rinishi, ko'ryapsizlar, uyimizning remonti bor va mana shu jihozlari ham qoladi. Bu yoq tomon zal, mana zalni ham ko'rsatay sizlarga. Zalimizni ham mana shunaqa katta va televizor ham qoladi. Podyezddan kirish qismi, kirishinglardan bu yerda sanuzel joylashgan. Bu yerda kuxnyani o'rni bo'lgan, kuxnyani balkonga olib chiqilgan, ya'ni bu 3-xonachasi hisoblanadi. Bu yerda kuxnyasi o'zbekchilikda baribir tapchan kerak bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi, tapchan qanaqa qilingan va oynada reshotkalari bor. Dvorni bitta ko'rsatay sizlarga. Qaranglar, qanaqa zelyoniy zona va pishi boshqacha. Bu yerda vannasi, bu hojatxonasi. Hurmatli kuzatuvchilar, narxga keladigan bo'lsa, $52.800 so'rayapmiz, yana 100-200 savdo qilinadigan joyi bor. Kimga ma'qul bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.